Assalomu alaykum Cherry Navoiy muxlislari. Bugungi video obzorimiz Tiggo 8 gibrid avtomobili haqida bo'lib o'tadi. Ya'ni ushbu avtomobilimizni video obzorida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqa yoqilg'ida yuradi, necha litr benzin rasxod qiladi, necha kilometrgacha harakatlana oladi. Undan avval manzilimiz haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz mana Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonimiz. Xo'p, lokatsiya haqida gapiradigan bo'lsak, Eshshahar va Enkamat, ya'ni Navoiy viloyati Karmana tumanida M37 trassasi Buxoro-Toshkent trassasi hisoblanadi. Sal yurganda Mohinur to'yxona bor. Mohinur to'yxonasidan razvorot qilib olasizda, avtosalonimizga tashrif buyurasiz. Va ish vaqtimiz har kuni dushanba kundan yakshanba kungacha soat 9:00 dan kechki 20:00 gacha bu hisoblanadi. 18:00 gacha kelgan har bitta mijozimiz uchun bepul test drive'larimiz bor. Haydab ko'rish uchun mana test drive avtomobillarimiz mavjud. Bemalol kelib haydab ko'rib, didlariga yoqqan avtomobilni xarid qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, video avvalda aytib o'tgan Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz xo'p, ekonomik hisoblanadi. Ya'ni gibrid avtomobillar ichida o'zini konkurentlaridan ko'ra ancha kam benzin rasxod qiladi. 7 kishilik, ya'ni 7 kishilik hisoblanadi. Crossover tipidagi avtomobilimiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan bo'lib, ham tokda ham benzinda yuradi. Zapas xodi haqida to'xtaladigan bo'lsak, to'xtovsiz harakatlansangiz 95 kilometrgacha yurib beradi. Xo'p, videomiz juda ham zerikarli bo'lmasligi uchun biz mana shu video davomida agar cho'zilib ketmasa, avtomobilni hozir test drive qilib ko'ramiz. Hop, to'g'ri video orqali bu narsa his qilib bo'lmaydi, lekin kelgan paytingiz o'zingiz ham haydab ko'rsangiz bo'ladi. Marhamat, avtomobilni test drive qilib ko'ramiz. Xo'p, avvalom avtomobilimizni ichki tarafidan boshlaydigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizda start stop knopka bo'lmaydi. Ya'ni mashinaga o'tirganingizdan keyin xavfsizlik kamarini taqasiz, mashina tormoz bosgan paytingiz zavod bo'ladi. Xavfsizlik kamarini taqqaningizdan keyin elektron ruchnoy tormoz avtomatik tushgan holatda harakat boshlansa bo'ladi. Xo'p, monitor haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, LED monitor bo'ladi, Android sistemada ishlaydi, Apple CarPlay bilan Android Auto'si bor. Bu avtomobilimizda zavodskiy navigatorlari bilan birga keladi. Navigatorlari ham o'zi bilan birga bo'ladi. Undan tashqari bunda голосовой управленияsi bo'ladi. Misol uchun mana Привет, Cherry. Пожалуйста, продолжайте. Открой шторку люка. Хорошо. E'tibor qilishingiz mumkin. Mana lyukni pardasini ochyapti. Xo'p, bu narsani yopmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz ham xuddi shunaqa ovoz orqali yopsangiz ham bo'laveradi. Faqat o'sha buyruq berishdan oldin Привет, Cherry deysiz. Я тут. Закрой шторку люка. Хорошо. Pardani o'zi yopadi. Konditsionerda o'chirib yoqish, muzika qo'yish, oynalarni tushirish, ko'tarish yoki boshqa funksiyalarni bemalol o'sha голосовой помощник, ya'ni Alisa orqali gaplashsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, patologlarimiz qora tikanda, ya'ni qora bo'ladi. Ya'ni agar krugovый tonirovka qiladigan bo'lsangiz, ichkari tomon ko'rinmaydi. Xo'p, harakatni boshlaydigan bo'lsak, xo'p, mana tormoz bosamiz. Bunda skorichagimiz bo'lmaydi. Mashinamiz 3 ta rejimda harakatlanadi. Xo'p, mana bu standart, sport hamda eko rejim. Biz hozir eko rejimda harakatlanamiz. Skorichagimiz bu yoqda bo'ladi. D ga tushiramiz. Gaz tugmasini, gaz pedalini bosamiz, mashina harakatlanib boshlaydi. Xo'p, motor ob'yomimiz 1.5 turbo motor hisoblanadi. Bu avtomobil 0 dan 100 gacha o'rtacha 7 sekund, ya'ni 6-7 sekundlar atrofida 100 gacha chiqadi. Xo'p, endi sinab ko'rmaymiz u, chunki bu hozir yo'l harakatlariga to'g'ri kelmaydi, lekin hozir mana sal bo'lsa ham his qilib ko'rishingiz uchun imkoniyat beramiz mana. Ko'ryapsizmi? Videoda misol uchun men o'zim yolg'ondan orqaga qilganim yo'q. Hattoki operatorimiz ham buni his qilib ko'rdi mana. Bemalol katta tezliklarda yoki bo'lmasam razgom kerakli joylarda uyaltirib qo'ymaydi. Xo'p, полосовой держанияmiz bor. Bu avtomobilimizda hamda cruise kontrollarimiz bo'ladi. Cruise kontrolni yoqasiz, pedaldan oyog'ingizni olasiz, mashina aytilgan tezlikda harakatlanib ketaveradi. Misol uchun 100 tezlik kerak bo'ladimi, 120 tezlik kerak bo'ladimi, necha tezlik kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha tezlikda harakatlanib ketaverasiz. Xo'p, беспроводной zaryadkalarimiz bor. Беспроводной zaryadkalarimiz bunda ventilyorniy bo'ladi. Hozirgi zamonaviy mashinalarda hammasida ham chiqyapti. Ya'ni bu avtomobilda yurgan paytingiz telefoningiz oldingizda qizib ketadigan bo'lsa, bunda qizib ketmaydi. Xo'p, Laboy oynamiz to'liqligicha spiraldan iborat bo'ladi. Ya'ni laboy oynamiz qizdirib beradigan bo'ladi. Hozir biz bu avtomobil Euro 6 standart bo'lganligi uchun
remen, ya'ni xavfsizlik tugmasini, xavfsizlik kamarini operatorimiz taqmaganligi uchun o'zidan titillagan ovoz chiqaryapti. Agar xavfsizlik kamarini taqib oladi, hozir videoni mana telefonda ushlab turaman. Hurmatli operatorimiz taqib oling, chunki ko'ruvchilar uchun bu noqulaylik his qilyapti. Mana o'chdi. Ya'ni bu degani ham o'zingizni, ham yoningizdagilar uchun juda ham katta qulaylik, ya'ni birinchidan qulaylik xavfsizligingiz uchun, ikkinchidan hozir shaharimizda hamma joyda video kameralar deyarli barchasi o'sha xavfsizlik kamariga jarimalar yozayotganning hisobiga jarimalardan ham saqlaydi. 360 kamerani ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda videoda powerotda yoqqan paytingiz qaysi tarafga burilmoqchi bo'layotganingizni ko'rsatyapti. Biz hozir mana chap tomonga burilib olib, orqaga ham haydayapmiz. Orqada to'siq borligi uchun mana qizil kelyapti, ko'ryapsizlarmi? To'siqni sezib sizni ogohlantirdi. Endi sekin orqaga chiqib qolamiz. Bu tarafdan ham kelyapti ekan, yo'l berib, albatta. Akaga rahmat, bizga yo'l berganlari uchun. Biz bu ko'chaga kirganimizdan maqsad, bu ko'chamizda yo'llarimiz unchalik yaxshi emas, g'adir-budir bo'yatibdi. O'shani endi to'g'ri videodan his qilib bo'lmaydi, lekin kelsangiz albatta test drive uyushtirib beramiz. Ya'ni test drive davomida siz o'zingiz xohlagan yo'lda haydab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni to'g'ri yo'l deysizmi yoki bo'lmasa mana shunaqa yamali yo'llar deysizmi yoki garmoshkali yo'llar deysizmi, xohlagan yo'lingizda haydatib ko'ramiz. Agar avtomobilimiz sizni didingizga, hisob kitoblari bo'yicha sharoitingizga ma'qul keladigan bo'lsa, avtomobilni bemalol bir kunda bitta pasport asosida xarid qilish imkoniyatini qilib beramiz. Maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Ichki interyerlar haqida gapiradigan bo'lsak, salonimiz juda ham yoqimli bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu yerda uni yoqimli bo'ladi. Sababi bunda qora salon bir xil yoki bo'lmasam oranji yoki qizil salon emas, qora bilan shokolad rang aralashma hisoblanadi. Bu avtomobil sizga juda ham nima deydi? Mayinlik his beradi. Ya'ni batga urmaydigan chiroyli rang. Mana bu yerda ko'rish mumkin. Yog'och akvaprintlar qilingan bo'ladi. Bular ham juda ham nima deydi? Dit bilan ishlangan hamda sifatli narsa hisoblanadi. Xo'p, svetoforimiz yashilda, qaytib olamiz avtosalonimiz tomonga. Xo'p, manzilni mana shu video davomida ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu M37 trassa, ya'ni Toshkentdan Buxoroga ketish yo'lida. Xo'p, Guli ostanovkadan kelaverish, Guli ostanovkadan o'tib kelasiz, Guli ostanovkaning svetoforidan to'g'ri Buxoro tomonga yo'nalasiz. Xo'p, hozir bitta mashinalarni qo'yib borib qaytarib olsak, davomini aytib o'taman. Avtohold sistemasi bor bunda. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, avtohold qo'shasiz. Mana mashinani tormozni bosdim, pedaldan oyog'imni oldim. Mashina turaveradi, lekin dida turibdi. E'tibor qilishingiz mumkin. Harakatlanishda skorodan skoroga olib, boshqatdan skoroga qo'shish shart emas. Ozgina diqqatni jamlab oldik, pauza bo'ldi. Uzr so'raymiz. Xo'p, avtohold sistemasini ishlashini ham ko'rsatdim. Xo'p, razgom olishlari bo'yicha keladigan bo'lsak, mashina 0 dan 100 gacha o'rtacha 5-6 sekundlar atrofida chiqadi. Hamda yurishi ham zo'r. Masalan uchun hozir mana shu yerda o'zida mana 100 tezlikka chiqib ketdik. Endi aholi yashash punktida to'g'ri qonun qoidani buzyapmiz, lekin bu videoda siz qanaqangi agressivni mashina ekanligingizni his qilishingiz uchun juda ham katta qulaylik. Xo'p, ketyapmiz mana M37 trassa bo'ylab. Biz mana Es shahar voyenkomat keladi chap qo'limizda. Ya'ni mudofaa bo'limi Es shahardagisi. Mana chap qo'lingizda Es shahar voyenkomat kelyapti. Hop, Es shahar voyenkomatdan o'tgandan keyin eski Lada avtosaloni, ya'ni eskidan bu yerlarda avtosalon bo'lgan. Yo'l ustida mana Chevrolet avtosalonimiz, undan tashqari bizda avtosalonlarimiz hamda mana Cherry avtosalonini ko'rishingiz mumkin. Cherry avtosaloni uchun yo'lning narigi betida bo'lganiga mana Mohonur to'yxonasiga yetmasa svetofordan razvorot qilib olamiz. Svetofordan razvorot qilib olamizda bemalol o'sha manzilimizga yetib olamiz. Shaxsan o'zim kutib olaman. Xudo xolasa hamma narsasini chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bir kunda bemalol ranglarini tanlay olasiz. Rang borasida hech qanaqa muammo yo'q. Yana eslatib o'taman, bizda oq hamda qora avtomobillarimiz jemchug rangda chiqadi, ya'ni marvarid rangda chiqadi. Boshqa avtosalonlarda ushbu rang uchun qo'shimcha to'lov qilinadigan bo'lsa, bizda qo'shimcha to'lov qilinmaydi. O'sha, misol uchun, bu avtomobilimizning narxi birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Birinchi pozitsiyamiz narxi
429 million 900 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, siz xohlang qora jemchugidan yoki xohlang oq jemchugidan oladigan bo'lsangiz, o'sha 429 million 900 ming so'm narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Manzilimizga yetib keldik. Xo'p, sport ekonom rejimlarida harakatlansa bo'ladi. Bu narsalarni hammasini aytib o'tdik. Xo'p, parkovkaga qo'yish uchun mana bu tugmani bitta bosasiz, mashina parkovkada to'xtaydi. Xo'p, o'chmaydi. Mashinani remenni, ya'ni xavfsizlik kamarini yechib mashinadan tushib ketasiz. Kalit albatta o'zingizda bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha paytda mashina to'liqligicha o'chadi. To'lov usullari haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizda 30 million so'm foyda asosida faqat naqd pul to'lasangiz yoki kredit asosida oladigan bo'lsangiz, mashinani biz sizga 399 million 900 ming so'm narxida taklif qilamiz. Agar rassrochkaga olmoqchi bo'lsangiz, 30% boshlanish to'lov asosida oladigan bo'lsangiz 1 yilgacha, 50% boshlanish to'lov qiladigan bo'lsangiz 2 yilgacha foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Videoga like bosishni unutmang. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying hamda keyingi videolarimizni kutib boring. Bundan-da qiziqroq modellarimiz haqida hamda agar bundan ham qiziqroq, misol uchun to'lov usullarimizda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, yangiliklardan xabardor bo'lish uchun videoni yo'qotib qo'ymasligingizni so'raymiz.